Ko'pchilik logotip tayyorlovchi dizaynerlar sizdan buni so'ramaydi. Aynan shu sababli biznesingiz xavf ostida qoladi. Logo yaratishdan oldin dizayner sizdan so'rashi kerak. Brendingiz patentlanganmi yoki yo'qmi? Agar patent yo'q bo'lsa, avval patentlang. Aks holda mashhur bo'lganingizdan keyin nomingizni ko'chiradigan va o'g'irlaydiganlar chiqib qolishi mumkin deb ogohlantirish kerak. Eng muhim so'raydigan savollardan bittasi, siz topshirmoqchi bo'lgan brend nomi boshqa tadbirkorlar tomonidan allaqachon patentlangan bo'lish ehtimoli bor. Shu sababli dizayner sizga aytishi kerak, avval brendingizni tekshirtiring. Hammasi joyida bo'lsa, men sizga chiroyli qilib logotip qilib beraman deb aytish kerak. Agar vaqtida brendingiz patent qilinmasa va boshqa tadbirkor patentlab olgan bo'lsa, haqiqiy patent egasi sizni sudga beradi. Natijada pulingiz, obro'yingiz, vaqtingiz va asabingiz ketadi. Agar sud orqali sizga nisbatan sud qarori qarshi chiqadigan bo'lsa, mahsulotlaringiz musodara qilinadi yo bo'lmasam yo'q qilinadi. Shuning uchun brendingizni hozirdanoq ekspertiza qilib tekshirtirib, ana undan so'ng patentlab olganingiz yaxshi bo'ladi.